O'g'limni egasi bo'lmoqchi bo'lsang, avval mening imtihonimdan o'tasan. Nima tushunadi, pismay o'tiribsiz? Chiqarib qo'y. Chiqasini? Boshqa ovqat o'rgatganingizda maylimi oyijon? O'shanda chiqmagan jondan umid deb o'qlov bilan bitta o'rgandim. Bilaman kuyovingiz, lekin baribir olgan pullarimizni qaytarishimiz kerak-ku. Siz desam deguncha bir oz serialingizni ko'rmay tursangiz ham bo'lardi. Bizning qishloq ozadaligi bilan mashhur. Kelinlarimiz sahar turib hovli supurishadi. Bizniki peshinda ham supurmaydi-ku. Ichimlik suvini tejash maqsadida suvni anavi ariqdan olib sepamiz. Bizda ariq yo'q-ku. Qayerdan olib septirsam ekan? Qaynonalar ham turib, kelinlariga, nabiralariga tandirda issiq non yopib berishadi. Bo'lar bo'lmas gapni gapiraverar ekanda. Jurnalni qo'ying. Labiyojon, Kechqurungi ovqatni qilib, keyin jurnalingizni o'qing. oyijon, kechki ovqatni allaqachon tayyorlab bo'lganman. Qo'ying jurnalni. Unda hovliga chiqib, suv seping. Oyijon, axir yomg'ir yog'yapti-ku. Nima? Ho'l bo'lishdan qo'rqyapsizmi? Pullash kiyib oling bo'lmasa. Yo'q, shundoq ham yer ho'l bo'lsa, shunchaki bekordan suvni isrof qilmaylik deyapman-da. Unda ertalabki nonushtaga pishiring. Maylimmi jurnalni olsam? Voy, tavba qildim. Axir men sizga pishiring deyapman-ku. Jurnal o'qi demayapman-ku. Sizga pishirmoqchi bo'lgan yangi shirinligimni retsepti shu jurnalda ku, oyijon. Voy tavba. Butun umr jurnalni o'qib pishirar ekanda endi bu kelin. Bir qaynonangiz yo'qligidan foydalanib televizorga xo'jayin bo'lingchi, kelin boshi. Oyijon, Oyoqlaringiz toliqqandir. Bugun mazza qilib dam olarkansiz-da, Malohatxon. oyijon, ichimsizda. Bugun mazza qilib qaynonangiz yoqtirmaydigan ishlarni qilolaman derkansiz-da, Ichimsizda, oyijon. Qatga ketdikmi? Shu tig'iz paytda kim ekan-a? Oyijon, uzr ola olmayman. Chunki bandman. Nimaga ham telefon qilardingiz? Biron bir ish buyurish esingizdan chiqib qolgandir-da.
Biram qaysarsizdek oyijon. Olmaganga qo'ymaysiz. Allo. Voy, nima sizdan chiqibdi? Olib borib beringmi oyijon? Nimani? Uy kaltidimi? Bog'chaga qanaqa qilib boraman oyijon? Undan ko'ra uyni kalitini olib ketsangiz bo'lmasmidi oyijon? Oyijon, bu muammo emas. Muzlatgichni ochsangiz, yorug'ligi tushadi. Tarozni yozuvini bemalol ko'rasiz. Bo'lmaydi. Nega oyijon? Chunki men sovutgichni ochsam, tarozini unutib qo'yaman. O'g'limni egasi bo'lmoqchi bo'lsang, avval meni imtihonimdan o'tasan. Nima tushunib pismay o'tiribsiz? Choy qo'y. Chiqasini? Boshqa ovqat o'rgatganingizda maylimi oyijon? O'shanda chiqmagan jondan umid deb o'qlov bilan bitta urgandim. Bilaman kuyovingiz, lekin baribir olgan pullarimizni qaytarishimiz kerak-ku. Siz desam deguncha bir oz serialingizni ko'rmay tursangiz ham bo'lardi.